mazza qilib yeya olsangiz, mana ichidan mana bunaqa laxta qonlari ham chiqadi. Yes. Qara, bir uchini ozgina ko'tardim. Ko'ryapsan-a? Bir terisini shilguncha oxirigacha. Ha, qizlar? Nima gap? Chiqdi. Qayerga chiqmadi? Xo'p, mana qarab turinglar. Men shilaman mana. Agar buni terisini shilsak, mazzami? Aka-ukalar, opa-singillar bir-biri bilan urushganda onani mana shunday yuragidan bir qavat teri shilinib tushadi. Endi mana shuni olib xomlayga. Yolasizlarmi xomlay? Aka-ukalar urushi degani mana shunday jigarni olib, po'stini shilib, xomlay mazza qilib, qonlarni qo'llariga bunaqa, oh, mazza. Shunaqa yoq. Nega yuzlaring jiryapti? Nega jirilyapti? Mazza, bu juda ham yoqimli. Shuni men yeyman, juda ham zo'r degani. Onani yuragidan mana shunaqa etlar, terilar ko'chadi va u borgan sari xaroblashadi. Qizlarni urishishi endi bu juda ham uyat. Alhamdulillah bizning uyimizda unaqa yo'q, lekin mana shu sizga ibrat bo'lsin. Agar mana shu jigarni, po'stini shilib, rohatlanib, qo'llaringizga ushlab mazza qilib yeya olsangiz, mana ichidan mana bunaqa laxta qonlari ham chiqadi. Shularni mazza qilib yeya olsangiz, bemalol urushavering va onajoningiz yuragidan mana shunaqa etlar ko'chib, sekin-sekin ado bo'lib, yuragi yo'q bo'lib, tezda bu dunyoni tark etishni xohlasangiz ham bemalol urushavering va Allohning huzurida ham javob bor. Aslo urushmaymiz.